Assalomu alaykum. Bugun bizning lampada yotganimizni 3-kuni, 2 kun ko'p yotmagan bo'lsak ham, lekin ko'rsatmasin bizda rezultat yaxshi. Qorni och qolganda uncha yig'lamasdi. Hozir qorni och qolganda 2 minut ham sabr qilmaydi. Bu vobshe shantaj qilib tashyapti. Ranglari ancha ochilgan. Men sizlarga shu lampaga meni ham gapim bor. Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'p, sarg'ish yaxshi alomat emas ekan, lekin Allohga behisob shukr, yaxshi ham shuni davosi lampa ekan. Lampada yotibdi, shunaqa maza qilib qarab turamiz. Xullas, juda katta yordam beryapti lampani o'zi. Ya'ni mana shu yonib turgan lampa, bizga lampa bergan insonlarga bo'lsa, fotolampa o'ziga katta nima desa bo'ladi. Men, chegarasi yo'q, rahmatimni xullas. Bu lampaga vaqtida yotqizmasanglar, bolalarda DTSP, har xil nogironlik kasalliklar va jigarga o'tib ketish muammosi bo'lishi mumkin. Shu iloji boricha qaynanalar unaqa bo'lmasin. ruxsat beringlar.